Videoni diqqat bilan ko'ringlar. Saturnning ko'zi ko'kargan. Og'abek bilan Kecha soat 3 da Og'abek Saturn bilan Amirxon blogerni mana bu janjali videosi tarqaldi. Ko'rdinglarmi? Nima qiladilar? Tergilamisan. Nima qilayotgansing? Shu voqeadan keyin ozgina o'tib, mana bu videoni qo'ydi. nima qilamiz? Darsi qolganini oktagonda gaplashamizmi? Mayli bizak qilaveramizda, lekin oxirichi. Kameralarni yaxshi ko'ramiz, hurmatli do'stlar. Bu ijtimoiy rolik edi. Lekin bitta detalni hech kim inobatga olmayapti, o'rtoqlar. E'tibor beringlar. Saturn yuzini yarmini ko'rsatmayapti. Ya'ni yuzi aniq ko'rinmayapti. O'zini tutishi ham oldingi videolarga qaraganda ancha boshqacha-da. Endi mana bu joyini qaranglar. Bu yerda ijtimoiy rolik ovotdik, hurmatli do'stlar. Oktagon videoga. Videoni diqqat bilan ko'ringlar. Saturnning ko'zi ko'kargan. Og'abek bilan biz oshnolaymiz. Grimga o'xshamayapti-da. Albatta bu meni tahlilim va taxminim. Buni aniq fakt deb aytmayman. Yana shu oralig'ida Amirxonni mana bu videosi ham tarqaldi. Qo'limdan qochib ketishga ulgurding-a, Saturn siqirt. Baribir qo'limga tushasan, menga qarab. Bu safar chakagingni yoraman. Yana bitta muhim narsa. Mayli, ijtimoiy rolik, kino uyushtirilgan davomimiz, lekin nega Saturn Og'abek shu paytgacha hali yuzini ko'rsatmadi? U ham buni uyushtirilgan deb video murojaat bilan chiqmayapti. Nega? Men bu yerda hozir kim haq, kim nohaq deb hukm chiqarmoqchi emasman. Lekin Og'abek ham, Amirxon ham o'zbek-ku, o'zbekmiz-ku. Bir-birimizni urib, haqorat qilishimiz nima keragi bor, to'g'rimi? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu PR-midi yoki rostdan ham janjal bo'lganmi? Elladim oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millat.